Salam ko'pchilik, yaxshimisizlar? Bugun sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganimiz oilalarda kollektiviyada lansay tayyorlash usuli. Bu intayin oddiy ham intayin yeyishlik. Oilalarga miyma uzatqa vaqtida qilishga intayin mos keldi. Ham bir qilib qo'yib, bir hafta iste'mol qilsaqmi buzilib qolmaydi, intayin yeyishlik. Buningga ketadigan materiallar oq kollektiviya, Anadolu kelme binepşilerlik kollektiviyası, sebze, kızıllaza, yumğaq süt, sarımsak qatarlıqlar ketidi. Bundan başqa özünə yaxşı qoygan başqa materiallarni qo'shsam bo'ldi. Endi hozir buni tayyorlashning usulini ko'rsatamiz. Oldi bilan kollektiviyani inchika qalamchiq to'g'raymiz. Inchika. To'g'rig'inidan qancha inchik bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ldi. Sebzeni bu inchik sirqib to'g'raymiz. Agar qirg'uch bo'lsa, qirg'uchni inchik sirqib chiqarsaqmi bo'laveradi. Buni qancha to'g'rab olgan, kollektiviyani ustiga silib, har ikkisini tuzlab qo'yamiz. Bunu tuzlab, aralashtirib, bir 15 minut, 20 minut qo'yib qo'yamiz. Bunu tekrar aralashtirib, 20 minut atrofida qo'yib, suvi chiqqandan siqib ishlatamiz. Endi lozimi inchika qalamchiq to'g'rab olamiz. Bu lazını to'g'rigan vaqtida mush betni to'g'risak, buniki pek tom chiqib qoldi. So'ngra ama ichidagi go'shtini tushirib o'tamiz. İçinden nepizlikte bananıkini to'g'risak, inchik yaxshi chiqadi. Boshni pichoq qilib to'g'rab olamiz. Sarımsakni ezib chanab olamiz. Bunun suyu çıktı ya, endi ilib sıkımız. Bunu sıkıp suyunu sıkıp etkendan keyin anandan keyin aralashtiramiz. Her ikkisiniki suyunu sıkıp olamiz. Bunun suyunu sıkıp olgandan keyin qachig'i ilib ikkisini aralashtiramiz. Bununla qizillarni ustiga qo'yamiz. Samsaqni qo'yamiz. Bu samsaqni qo'yib olgandan keyin achchiq suvni qo'yamiz. Bunun ustiga achchiq suv o'zimizga ehtiyojiga asosan tetisi bo'ldi. Bunu açık su qo'yib qo'ygandan keyin yağni tushitib qo'yamiz ustiga. Buni tekrar aralashtirib bo'lib, yumg'oq sutni silib ustiga taqsiga o'xshaqida bu seninki ostidan ustini aralashtirib pishiramiz. Ko'pchilik bugungi oilalarda kollektiviyada sey qilish usulimiz hamisha oxirlashdi. Aloyligi. Rengi alayishil intayin ko'rkam. Uyda faoliyat vaqtida, iymon uzatgan vaqtida buni bilan boshqa taomlarga aralashtirib chiqarganlar intayin yeyishlik. Ko'pchilik yoqtirgan bo'lsangiz yurak berib saqlab olib, yaqinlaringizga da'vat qiringlar. Xayr xo'sh, keyingi sonda ko'rishaylik.